Mana akalar narxlar xudo xolasa kundan kunga tushib bormoqda. Do'stlar, bugun biz Sherzod akamiz oldiga kelganmiz. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq qishlog'iga akalar. Akalar bir juda bir arzon joydan, akalar nasib bo'lsa, to'qli qo'ylardan yoki urg'ochi variantlardan, qo'zilardan ko'rsating deydiganlar uchun akalar bugun biz Sherzod akamiz mana shunaqa juda bir arzon joydan qo'zilar olib kelibdilar. Sizlarga shularning narx-navosi, soni nechta, necha oyligi, yeb ichish qanaqa, to'liq bo'y-baslaricha aytib tanishtirib o'tamiz akalar. Endi akalar mana shunaqa endi ko'pchilik qidirib yuribdi, aka bir pul arzon qo'zilardan topib bering, bir olib boqib nasib bo'lsa keyin yilga sotib foyda qilaman deyotganlar juda ko'p edi. Mana akalar Sherzod akamiz xuddi o'shanaqa variantidan olib kelibdilar. Hozir sizlarga bularni to'liq narx-navosi ma'lumotlari bilan aytib o'tamiz akalar. Ko'rib olamiz akalar. Xo'p, Sherzod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ilhomjon. Ishlaringiz zo'rmi, charchamasizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Aka, bir endi qo'yni zo'rlardan chiqarayotgandik, bir puli kamroqlar uchun, aka-ukalarimiz uchun bir yengilroq variantidan olib keldik, xudo xolasa. Shu kambag'al boy qiladigandan puli yengil bo'lgan bilan Ilhomjon kelajagi boridan. Kelajagi bor. Kelajagi bor. Erta zo'r qo'y bo'ladigandan qarang. Bo'ynidan tulagan qiriq bari poychali zo'r to'g'rilab kelganmiz bugun. Yo'l chin tusoq qilaman degan odamni qo'yi. Qarang, e'tibor bering. Sifatli qo'ylar akalar. Sifatli. Jumbaroq to'qli emas. Bari quloqlari uzun chiroyli qo'y bo'larman. Kashtan to'g'rilarman. Endi kelajagi bor deganimizga kelajagini borib ko'rib keluvdim deyishyapmasin. Faqat shu boyaki boqqandan keyin boyaki bozorlarda sotilayotgan 8-9 millionlik qo'y bo'ladi. Yaxshi qo'y bo'ladi-da. Yaxshi qo'y bo'ladi. Niholi yaxshi. Niholi yaxshi. Akalar. Bo'ylari ham baland ekan, ancha. Bo'ylari ham bo'ladi 70 plus. 65-70 plus. 65-70 akalar. 70 ga например olursun. O'rtacha 70 hisoblab olaylik. O'rtacha nechta dedingiz? Ilhomjon birga 34 bosh. 34 bosh. Qarang, bari bir tekis inkubatordan chiqqan kashtan bari chiroyli, bo'yindan tulagan poychali. Dalani moli qarasi. Dalani moli. Chorva mol. Mana. Bir yalam yemagan, dalada yurgan. Mana akalar. Yevichlari yaxshimi chiqib? Joyida. Sog'liqlari ham joyida. Unda garang-parang, tentak-pintak yo'q. Bu o'zi tulaydigan variantidanmi? Shunday. Nasib bahorga bir qo'yarsa tulab ketadi o'zi. O'zi tulaydigan variantidan ekan akalar, nasib bo'lsa endi necha oylik dedingiz bularni? Ha? Necha oylik? 8 oylikda Ilhomjon. 8 oylik. 7 oy 8 oylik shu. Nima qilamiz buni endi o'zi aprel martda tug'ilgan qo'zda. Aprel oyida tug'ilgan qo'z. Endi Sherak sizni qo'y bo'yicha mutaxassis deb bemalol aytsa bo'ladi. Qachon qo'chqor qo'yishni maslahat berasiz? Bu yil qo'ymasin. Ha? Bu yil qo'ymasin. Shu yil qo'ymasin. O'ssin qo'y, bahorga shuni qo'yar yuborsin. Fevral martli. Ha, fevral martli. Qo'yar yo'q. Qo'chqor qo'ymasin, bir dahshat to'qlib keladi, sog'lib keladi, ikkita sog'lib keladi. Bunday Ilhomjon 6 millionga bo'g'oz qo'ygandan ko'ra, mana shu to'qlini olsin, bir yilga bitta qo'y bo'ladi. Puli kamroqlar uchun. Ha. Puli kamroqlar uchun. Shu bitta qo'ydini ikkita to'qli olsin bo'ldi. Ha. Shunday pulini ham yengil shunday zakonni qilib qo'yamiz, arzon qilib qo'yamiz. Olgan odam shu bitta bo'g'oz qo'yamaydi, ikkita to'qli oladi. Mana akalar. Hayt. Bitta qo'ydi puliga akalar ikkita qo'zi olamizda, nasib bo'lsa bemalol boqib foydan qilaveramiz. Shunday. Erta qo'y qilarman men. Qo'y qilib yuborasiz. Ana. Akalar. Aka bitta qo'y qachon tug'adi, qanday tug'adi deb o'ylayotmaydi. Shu to'qlini shunday olasiz, qo'y qilasiz, bu yilga bo'ldi, tusoq qo'y qilib yuborasiz bo'ldi. Gap yashang. Ana. Bu yilga shunday qo'yar yuborsa ham, dalaga qo'yishib yuborsa ham borku, 5,5-6 millionlik qo'y bo'ladi. Nasib. Tusoq qo'y bo'ladi. Teni toza, ranglari toza, poychali, qiriq toza mol. Aybi endi dalada yurgan sal ozg'irroq. Endi baribir ozg'irroq mol o'suvchan bo'ladi. O'suvchi bo'ladi. O'sadigan mol. Yem yegan molni ko'pchilik akalar eti baquvvat bo'lsa ham ko'pchilik mana shunaqa qo'zilarni baribir boqma qo'zilarni talabgori juda ko'p bo'ladi. Shunday. Narxini Sherakka necha pul qilib beraman deyapsiz aka? Ilhomjon baland baho qo'ymaymiz. Xo'p. Maqsad sotish. Bozordan chiqmaymiz, bozordan arzon qilsa qilamiz, bozordan qimmat qilmaymiz. 3 million, 3,5 million deyotmaymiz. 3 million 200 ming so'mdan beraveramiz. 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 mingdan beraveramiz. Xayri qanaqa bo'ladi? Dastlabkasini qilib beramiz. 100 o'tmaymizmi? Ya kam bo'lib qoladi Ilhom. Bo'lsa, xalqqa bo'lsin aka. Ya qoplamay qoladi-da. Toza kam bo'lib qoladi-da. Endi ko'ryapsan, sen ham chiqarib boryapsan endi 3 million 100 dan qilma. Men ham bak arzon qo'yay deyapman. Maqsad sotish. Endi 3,5 desam og'zim bor 50 ming o'taman, 100 ming o'taman. U narsa kerak emas, ish bitsin.
Olgan odam baraka topsin. Men to'qlarni bir boshdan ko'rsa, bir tekis 32 dan bersin, O'zbekiston bo'ylab bor dastlabkasini ham qilib beraman. Qonuniy nechta dedingiz aka? 34 ta. O'zim olib ketaman. Dastlabkasi kerakmi desa 31 dan olib ketaversinmi yo'qmi? 3 demadim aka. Endi insof bilan narx aytdingiz, shuning uchun unday pastga urib o'tirmadim. Yaxshi narx aytdingiz. 31 dan olib ketsam, o'zi olib ketsa. Bor baraka olsin. Olib ketaversin. Olib ketursin. 31 dan o'zi olib ketsin, 31 yanni olib berib beramiz. Savdoni ochiq qilaylik. Tayqlarga nima deydi? Shunday kelaman, bir boshdan olib ketursin. Shunday taylaydi, 31 dan olib ketaveradi. O'zi olib ketursin. Akalar mana. Olib berib bersa 31 yanni olib berib beraman. Ma. Do'stlar, Sher akamiz zo'mlarni qoldirib qo'yaman. Bemalol mana shunaqa tug'liq qo'ylarni juda bir arzon joydan so'raganlar uchun akalar shoshilib qolinglar. Soni bor yo'q 34 ta. O'lgirib qolinglar. Ertandan telefon qilaman deb o'tirmanglar akalar. Soni 34 ta 1 soatda yoki yarim soatda ham sotilib ketishi mumkin. Olganidan baraka topa, Ilhom. Ha. Nimaga bo'lsa baraka topa. Gap yashang.